aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muhammad Hoshim aka meniki. Muhammad Hoshim aka. Xo'p, inomarkalar qatorida kelganman. Videoga like bosiblar, akalar Andijon mashina bozoridan obzor qilishda davom etamiz. Dongfeng avtomobil turib qarshilaringda. Bu aka fulimi? Dongfeng fuli IPAN 008, Dongfeng fuli. 5000 kilometr yurgan aka. Kraskalari top-toza. Kamera. Video registrator ishlab turadi hammasi. Hamma yo'q ishlaydi. 360 kameralari bor. Halodenniylari bor aka buni. Yurishlari qanaqa bu mashinani? Bu haqida to'g'risi men ma'lumotga ega emasman. Aynan bozordan kamdan kam uchiradi-da bu. Chunki hali agar doimiy uchratib yurgan mashina bo'lganda 7 o'rinli aytib beraverardim. Bu kapitanskiy oilaviy mashinalardan ekanda. Ha, oilaviy. Bo'yi tepada monitori ham bor ekan-a? Tepada monitori ham bor, orqada dedilar ko'rish uchun. Orqada yo'lovchilar zerikib qolmasligi uchun monitordan foydalanib ketish imkoniyati bor ekan. Xo'p, orqada ham klimat kontroli bor ekan. Sovutish, isitish funksiyalari mavjud orqa o'rindiqlarda ham. Yaxshi. Ancha komfortligi bor. Buni endi rasxodiga kelsak, qancha rasxod qiladi? Benzin rasxod. Buni aka tok bilan hisoblaysiz buni rasxodini. Benzinni o'ziga chiqara olmaysiz. 1200 yozgan, 1100 yuraveradi. Ponni bak benzin, ponni bak elektriga. Baki 60 litrli bo'ladi. 60 litr. 60 litr benzin bilan 1100 ming atrofida rasxod qiladi. Yuraveradi. 1200 yozgan, 1100 hisobini olasiz. Eng kamida 92-95 qo'yarasiz gibridlarga. 92 qo'ysa bo'laveradi. 92 rossiyskida yaxshisidan tanlab, misol yaxshi bunaqalar zapravkadan qo'yib zapravkani bitta ko'rishda aniqlash qiyin benzinda, to'g'ri gap. Yaxshisi 95 dan boshlagan. 95 dan boshlagan yaxshi ham bor, ha. 92 quymaganlari ma'qul, to'g'ri gap. Xo'p, buni zaryadnisi ham bor. Bor zaryadnisi. Mashina? Mashina. Mana korobkada zaryadnislar. Doimiy zaryadlab turish kerak buni. Yo'q, misol tugagandan keyin zaryadga qo'yasiz-da. Endi buni uyga o'rnatib olasiz buni aka. O'zini zaryadlash nimasi yo'q-a? O'zini zaryadlash funksiyasi bor. Bormi? Bor. Yaxshi. Endi u siz tokka qo'yganingiz bilan u bir xilda haligi o'zini zaryadlash deganda bu ponni zaryadlab yormaydi-da, uni to'ldirib yormaydi. Tushundim. Har qalay behijolatda yursangiz bo'laveradi. Bu eng fuli aytilganda, kraskasi toza. 5000 yurgandingiz. 2025 5000 kilometr bosib o'tgan. Qancha qilib beramiz? Aka 31500 dollar deyapmiz. O'tib beramiz, xudo xolasa. O'zi yangisi necha pul avtosalonni bular? Hozir narxlash 33 ming ashnaqa. 33 minglarga boradi. Shu yo'lda qilaylik. Bo'ldi aka, sizning nomingizdan kelganlarga chiroyli qilib bermadingiz o'zi. Aka hali bugun bozor so'ragan. Qarang, bozor uje sus ancha. Ha. To'g'ri. Qishki kunida ancha hech kimda savdo bo'lmayotgan o'zi ko'rib kelyapman. O'shani hisobiga biz internetdan chiqqan xaridorlarimizga necha pul beramiz? Shu yo'lda qilib ayting. Nima desa bo'ladi haligi 28 da atrofida ish bitadi. Yo'q, unaqalarga aka ziyon qilamiz. Endi bozor-ku. Yo'q, to'g'ri, bozor kam so'ragan xaridor. Telefon qilishaversin, inson yuzi issiq. Telefon qilib kelishaversin. Men aytayapman, faqat naqd bo'ladi. Naqdiga bosib yuborishadi. Chiroyli qilib beramiz, naqdni olib kelishaversin. Pulni bo'shatinglar. Bizda misol mana 50% ni to'lov qilinsa, 6 oydan 1 yilga davr halol narsa savdo qilib bera olamiz. Bank aralashmaydi unda. Bank yo'q. O'zlarimizda halol narsa savdo qilib bera olamiz. Bu mashinani xo'p 15 ming pulini berib turib, 30 mingga kelishib turib, misol 30 mingga kelishsa, 15 mingini bersa, 15 mingini o'zini o'zi xohlasa 6 oyda yopib yuboraman, keladigan joyim bor desa 6 oyga bo'lib beramiz. 1 yilda yopaman deydigan bo'lsa, 1 yilga bo'lib beramiz. Kimgadir shunaqa imkoniyat kerak bo'lsa, foydalaninglar akalar. Mana bunaqamiz ham bor aka, kanalimiz ham bor, o'zimiz ham Avto House deb yozsa Instagramda ham chiqadi. Pastda ham salonimiz bor Avto House deb. Bebozor kunlari mashinalarimiz ashaddi. Barter ham bo'ladi aka, trading hisobida. Champion BYD. Champion. Qora rang. 24 ming yili? 23 yili. 37 ming yurgan. 37 ming. Faqat bu tok, gibrid emas, tok. 605 taliga. Hozirgi kunda qancha yuryapti? 350 yurib beryaptimi? Qishki kunida. Ashnaqa. Ha, 350 hisobini oladi. Yomkisi endi tushgan baribir 90 atrofida yomkisi. Yomkisi tushadi hammasiniga aka. Yangi chiqqan tekshirtirmaganmisiz? Yo'q, yomkisini tekshirtirmaganmiz. Xaridorga qiziqdi o'sha ma'lumot. Albatta aka. So'zingiz bilan qiziqib qoladi yoki aynib qolishi mumkin. O'shaning uchun so'rab o'tganim yaxshi. Yo'q, albatta. Qarang.
Kraskasi toza. Kraskasi top-toza. Petnosi ham yo'q. Yo'q. Probegi qaytarilmagan, a? Yo'q, aka, bexijolat olib kirib, misol probegini xohlagan ustalarga olib borib ko'rsatib olasiz. Bu savollar nima beryapman? Har doim qiziqtirgan savollar. To'g'rimi? Mana qarang. Bagajni ko'ringlar mana. Bagaji katta, mana shtorasi bor. Bu mashina 5 o'rindiqli. 7 o'rindiqli deb o'ylamanglar, 5 o'rindiqli. Xo'p. Yurishlari zo'r, hadovoy motor. Yurishlari aka. Qancha qilib beramiz endi buni? Bir xalq xursand qiladigan narx aytaylik. Anjonlilarni ana shirdir ekan deysiz. Bo'lishini ayting, to'g'rimi? Bo'lishini 24 mingga bera olamiz. 24 ming. Ozgina baland. Kelsa aka, sunnatiga o'tib beramiz aka. Tegadi. 22 mingga, mayli, shirasi bor mashina ekan. Bu bozor-ku, to'g'rimi? To'g'ri, aka. Narxiga bosib yuborsinmi? Telefon qilishaversin, yo'lda qilib berasiz. Yo'lda qilib beramiz. Telefon qilishaversin. Telefon qilaverlar akalar. Chiroyli qilib beramiz. YouTube kanali, bozor hayotdan oldin desalaring, bozordan aka ancha arzon qilib beramiz. arzonroq qilib berasiz. Narx-navoda misol olgandan keyin biron joyga mancha narxda oldim deydigan bo'lsa, qimmat olib qo'yibsan demaydi aka, inshaalloh. Bo'laveradi. Kelishdik. Manu gibrid adashmasam. So'ng plus gibrid. Gibrid. BYD So'ng plusni gibrid varianti. Buni ma'lumotlari qanaqa? Xo'p, bunimiz 24 aka. 82 ming yurgan. Buni ham kraskalari top-toza. Xo'p. Buni rasodi qanaqa? Ma'lumotni bilasizmi rasodi? 120 yuradi aka, tokka. Hozir misol benzin rasod qiladi-yu, benzin aralashtirib. Benzin endi nima desa bo'ladi? Bo'ladi bok bilan qancha kilometr yurib beradi bu? Bu haqda ma'lumotga ega emassiz? Yo'q, unisiga hali bulardan aniq ko'rmadim. Nimani aytib bera olmaydilar. To'g'ri. Bilganlar kommentariyaga yozib yubordilar. Aynan shunaqa modelda mashina qancha yurib beradi? Tonni bak bilan. Tonni bak, tonni tok bilan. Ha. Qancha qilib beramiz buni? Aka, sizning nomingizdan chiqqanlarga to'g'ri 20 ga qilib bera olamiz. Tushundik. Kelsa ham o'sha narxida, to'g'ri gapdi. Hozir 26-yilda biz narxlar borgan sari tushyapti. Endi bozor o'ynab turadi. Lekin ko'tarilgan narxni eshitganim yo'q. Mashina narxi ko'tarildi. Yo'q, nabarat tushyapti mashina narxi. O'shaning uchun. Yo'q, lekin mana shunaqa holatda yurganini misol bozorda bunday aylanib ko'rsalar ham, mayli. Bunaqa narxda yo'q. Hali dehqon, oddiy inson, menga o'xshagan. 18,5 ming pulim bor. Zo'rg'a peshona teri qilib topdim, chetdan ishlab kelib, mana shu mashinani olmoqchiman deb bo'lsa, yurgizib yuboramizmi? Kelsin, chiroyli qilib. Qarang, har nali siz tomonidan dokumentiga yordam bo'lib qoladi. O'zinalik ro'zg'origa ortgan, ro'zg'origa ishlatadi. Telefon qilishaversin, qilsin akajon, inshaalloh. Akalar, nomerlarni hijolat olmasdan aytib ketamiz. Shu nomerlarga chiqishaveradi. Malibu. Yo'q, primer emas bu, 2.4. 2.4 atmosferniy. Atmosferniy 2.4. Oq rang, kraska toza. Kraska karnizida bor, petno. Petno xolos. Ha, karnizida bor. Qolgan joyi toza, propanlari bor. Yo'q, chiqadi. Qancha yurdi bu? 55 ming yurgan. 2018 yili. 18 yili. 55 ming yurgan. Kam yurgan ekan-a? Ha, kam yurgan. 8 yil bo'lgan mashinaga. Do'stlar, 8 yillik mashina 55 ming. Haqiqatan ham saloni holati, mashinani mingan odam o'ta yaxshi qarab mingan aka. Saloni chiroyli holatda turibdi. Propani ham bor dedingiz-a? Propani ham bor. Propani ham ko'rib ko'ring, to'rtta baloni yangi ekan. Mana kapsula propan qo'yilgan. Xo'p. Bu narxini qancha qilib beramiz obunachilarimizga? Biz hozir butun dunyodan ko'rib kuzatishyapmiz. Ko'proq Anjanlar ko'ryapmiz. Chunki biz hozir Anjan bozoridamiz. Akalar. Nechib qilib beramiz buni? Aka 20.800 ga qo'yib beramiz. Yo'llar qilinganda bular endi men to'g'ri gap qo'yyapman-da bozorda. Aka qo'ying, xudo xolasa mana ko'radi, mana shirasi bor. Shirasi bor, mana YouTube'da ko'radi, boshqa qiladi. Kelsa aka 17,5 ming qo'ydim. Undan ham parani ko'proq edi. Buni ham cho'lda qilaylik. Aka aytibman mana. Mashinali olib qolasiz. Sizning nomingizdan kelganlarga aka ko'rib, chiroyli qilib. Yo'q, hali bozor qilgan yo'q aka. Endi biz ko'ryapmiz. Akalar o'zlaring parasini olib qo'yib o'chiribsiz. Ha, bo'ldi, hozir aytgan. Akalar turib qolmasmi? Yonda primermi bu? Bu ikkili, primerlarimiz yo'q hozir. Ha, 2 turbina. Bu 2 turbina aka. Koja salon. Koja salon aka. 2000 necha yil? 19 mi 20 mi? 19. 19. 146 ming yurgan. Ha, gazi bormi buni? Gaz propani bor. Bu ham propani bor.
Bu ham kapsuladanmi? 900 oy Equinox ichida. Mana. Kapsula bu ham. Yo'q, tabletka ekan. Tabletka. Xo'p. Kraskasi toza buni. Malibuda. Ha, toza. Yaxshi. Akalar. Ma'qul kelsa narxi bemalol telefon qilaveringlar. Bunaqa hali olib sotarlar, ayrim olib sotarlarga o'xshab aytgan narxda turadigan bola emas bu bola. Narxini qanchaga beramiz buni? Mikrofon aka tuzimsiz. Mikrofonda. Qanchaga beramiz buni? 2 turbinani. Ayting. Aka buni 20 ga to'g'riga qilib bera olamiz. 20. Kraska toza. Yo'q, Karnizda bor. Karnizda. Bunda ham karnizda bor. Qolgan joyi toza. Qolgan joyi toza. Necha bermay turibsiz o'zi? Har doim chiqmadimi? Yo'q aka, Chiqmadi. qo'ygani yo'q bozor. Bozor yo'q. Ko'ryapsizlarmi akalar? Birorta mashinani savdo yo'q. Mahmollarda misol olib kelib yurayotgan holatda bozorlarda ancha tushirib qo'yganmiz narxini aka, oldingi narxini. yaxshi. Imkon boricha arzonroq qilib bersiz bo'ldi. Aka, aytyapman mana sizga. Bozorda sotilmayotganlar internet kanalini sotishyapti. Akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu BYD Chazor nimasi qanaqa pozitsiyasi? Sultonbeyda edi. 4 full aka 4-pozitsiyasi. Yili necha yurgani? 15,000 kilometr yurgan, toza, gibrid bu ham. Gibrid motor. Mana. Yaxshi holatda salonlari ham. Necha pul qilib beramiz buni? BYD Chazorda. 23 ga qilib bera olamiz aka. 23,000 dollarga. Qanchaga bermadingiz? O'tgan bozor savdo bo'ldi, bu bozor bo'lmagan bo'lsa. Bo'lmadimi? Odam yo'q, sovuq. Yo'lda qilib berasiz. Aka, yo'lida aka. Yangisi necha pul o'zi bu? Salonda aka hozir 28 yo 29 da adashmasam. Yilini 23 deysiz. 15,000 kilometr yurgan. Yaxshi, 15,000 yurgan. Yurgani halol. Yangisidan ancha vazifasida sotilyapti. Yana yo'lda qilib beriladi. Telefon qilishaversin, ikkita pachkaga hisobli chiqadimi? Ikkita pachkaga? Yo'q, ikkita pachkaga ziyon qilamiz aka. Necha qo'shsizini? Qo'shsin aka aytib, keldisi chiroyli qilib beramiz aka jonim. Bu ham Dongfeng. Bu ham Dongfeng. Sedan-a bu? Sedan. Faqat benzin holatda. 75,000 yurgan, toza. Ana. Ichlarini ham ko'ring, komfortlari bor, sport rejimlari bor, 360 kameralari bor. Oh. To'g'ri, bu zamonaviy, lekin yurish qanaqa buni? Aka, yurishlari zo'r, yumshoq. Yumshoqmi? Orqa odam o'tirib, haydab ko'rgandan keyin biladi aka. Orqa saloni ham keng ekan mana. Orqa salonlari ham keng. Zadniy obuflarigacha bor. Eshik dapishkalari. Bizlarga ishlangan. 12,500 dan o'tib beramiz. 24-19,000 yurgan benzinda. Necha pul qilib beramiz buni? Buni aka 17,000 dan o'tib beramiz. 17,000 kami bor deyapsiz. Kami bor deyapmiz. Necha pul o'zi buni yangisi? To'g'risi menga yangisini misol internetga kirib yozib ko'rsa 32,000 yoki 33,000 yangisi mashina. Xuddi mashina model 32,000 yo 33,000. Aka kommentariyaga yozib ol, haqiqatan. Men adashayotgan bo'lishim mumkin. Asha 30,000 ni 29-30 atrofida. Men oxirgi marta ko'rganimda 33,000 edi. Tushunarli. Xo'p. Bularchi? Captiva. Captivamiz 2018 aka. Kraskalari top-toza. To'g'rimi? To'rt. To'rtta balon yaxshi holatda. To'rtta balon, yumshoq baloni bor aka. Pomni shumka bo'lgan aka. Tonirovka 11 oy tonirovka ruxsati bor aka. Propani bor. Pomni alkantara bo'lgan. Yurgan necha dedingiz? 41,000 kilometr. 42,000 kilometr bosib. 2018 42,000 yurgan. Propanda. Necha pul beramiz bu Captivani? 24,000 dan o'tib beramiz aka. Bozorda bunaqasi yo'q. Xudo xolasa. Captiva tur 24,000. Pomni shumka bo'lgan aka. Rasxod qilingan. Rasxod ancha 3-4,000 rasxod qilib qo'ygan aka. Hozir aytda oldinda 30,000 atrofida 19,000 kami borib turibdi. Qora rang. Captiva turibdi. Qancha yurgan? 30,000 atrofida. Toza. Ha? Mana qanaqa navaratlari bor. Yo'q, men demoqchimanki,
Solishtirib ozmoz yo'lda qilib ayting. Yo'q, aytyapman, bunaqasini topsiz. Nechta bermadingiz? Yo'q, hali so'ralgan aka, hali beri odamni qo'ygani yo'q. Misol kartiyani tushunadi aka, xudo xolasa. Bunaqasi bozorda yo'q aka. 8 yil bo'ldi. 8 Yo'q, yil endi misol to'g'ri. 8 yil bo'ldi, to'g'ri, Yaxshi lekin mashina. O'zini vaqtida zo'r bo'lgan. hadovoylari ham aka, o'ta yumshoq mana uni. Yaxshi. Equinox'lar qanaqa bu ma'lumot? 472 millionlikdanmi? 473 olsa ham 472 millionlik fullda aka. Kraska toza. Bu 22 yili 55 ming yurgan, kraskasi top-toza absolutni. Orqa kapotda rihtopkasi bor. Tubka, gazi bor. Propani bor. Necha pulga? Necha pulga beramiz uni? 28 mingga bera olamiz aka. Bilaman. Andijonga nima uchun keldim men? Andijonda narxlar ancha arzon deyishdi. To'g'risi men kelmaganimga ancha Bozordan ancha arzon aka, xudo xolasa. Shunday qilib ayting. Bozordan aka. Men bor-ku. Vodiy. Nima deysiz? Akalar kommentariyaga yozaveringlar fikrlaringizni. Xo'p. Yo'q. Andijonda narxlar qanaqa? Qimmatmi, arzonmi? Video davomida o'zlaring ko'rib bilib ketyapsizlar narx-navosini. Yo'lda qilib bering, necha bermadingiz buni? Realnikidan chiqmadi? Yo'q, realnikidan chiqqan. Narx-navoni so'rab o'tib Bu qanaqa bu? Yangiroqmi? Bu aka 23 22 ming yurgan, toza. 34 mingdan o'tib beramiz. 34 ming kami bor deyapsiz. 34 ming. Mana 23. Yonda qanaqa? Bu 23. Aha. 66 ming yurgan, propani bor. Mana. Kapot Kirillovda kraskasi bor. Propani bor buni ham. Kapot alishkap? Yo'q. Alishma. To'liq sepilgan ekan kapot adashmasam. Yo'q, mana chekkiga sepilgan, polni emas. Puli qanaqa buni? 26 ga qilib bera olamiz aka. Yo'lda qiling endi buni. Aka, 22 ga qo'l tashing. Ya, endi bu ancha ziyonni so'rayapsiz aka. Dehqon pastdan chiqqan, to'g'rimi? Telefon qilishaversa inson yuzlisi. Kelishaversak, chiroyli qilib beramiz. Bozor-ku bu, to'g'rimi? Hali ranjib olish yo'q, 1 so'm so'rashgan haqqi bor har doim. O'sha qoida bo'yicha yuramiz. Nomerlarimizni qo'yib qo'ysangiz aka. Ha, telefon nomeringizni aytamiz. Hozir videoda oxirida mana u C16 gibrid buni. 24. Kraska toza. Kraskasi top-toza, 37 ming kilometr bosib o'tgan. Mana. Bu mashina to'g'risi aka, xormay. O'tiravering bemalol. Bitta salonni ko'rib boraylik. Apelsiniy rangda. O'tirib turavering bemalol. Tashqari sovuqlik uchun mashinada o'tirgan ekanlarda issiqqina. Xo'p. Chiroyli rangda ishlangan. Qarang. Buni necha pul qilib beramiz? 28 dan o'tib beramiz. Bu o'zi qanaqa mashina? To'g'risi ko'p bozorda ko'ryapti. Bu ham gibrid. Hech qancha yurmasdan sotuvga olib sotishyapti bozorga. Yaxshi mashina aka, xudo xolasa. Minus taraflari bormi o'zi? Ko'proq bo'lsa kerak. Meni yurganlar nimaga tez ko'ryapman. Yaxshimi? Boshqada qanaqa buni o'zi? Gabaritiga qaraganda. Gibrid, benzin qancha rasm? Yo'g'ini to'ldirib olsangiz, qish kunida 1000 kilometr uradi. 1000 kilometr. Necha litrli bak? Benzin bak. 70 litrda atrofida. 1200 kitobida yozilgan. Ashi 1000 bilan 1100 da hisobini ola olasiz bo'ladi. Ashi baribir uni to'shni chiqarib bermaydi, to'g'ri. Ularning zapchaslari tabzakaza baribir. Lekin hozir o'zimizda misol mana hamma bunaqa ko'payib ketdi. Yo'q, xudosi topsiz bo'lyapti aka. Xotirjam olsa bo'laveradi. Xotirjam olsa bo'ladi aka, inshaalloh. Necha pul beramiz buni? 28 dan o'tib beramiz akajon. Yo'lda qilib ayting. Kelsa men chiroyli qilib beramiz. Avtosalon nechta sotilyapti? U hozir ham bor-ku, avtosalonda. 31,5 yo 32. 31,5 yo 32 ni aka. 25 ta atrofida ish bitadimi? Mayli, qiziqqani. Kelsa aka, qiziqib, xudo xolasa. Yo'q, u bizdan emas. Telefon nomeringizni aytib bering. Xo'p, 93lik 217 0000 91lik 617 7001 91lik 111 9111. Shu nomerlarga aloqaga chiqsa aka, chiroyli qilib narx-navolarni qilib beramiz. Ozroq pul yetmaganga ham o'sha halolnasiya qilib beraman deyapsiz. Halolnasiya qilib beramiz. Endaqamiz ham bor, o'zimizning kanal Instagram, Telegramlarda kanalimiz ham bor. Misol qo'yib ketsangiz, Avtohouse Andijon deb yozilsa, Instagramda ham, ashunda ham boshqalarni to'liq ma'lumotlarini olishsa bo'laveradi. Captiva 4 qilingan ekan birini 2008 yili. Kraskasi qat-qatida bor. Kraskasi bor, ichiga o'tmagan, lekin 4 qilinganiga lekin обязательный oldiga sepadi. Svoyi butun.
Gazi bor. Gazi bor, ikkita 90 talik pakaleni. Metanda. Metanda. Ana. Tirikchilikmi mashina, dehqonchilikmi? Dehqonchilik o'zimiz Dehqonchilik. mashina. Yaxshi. Kerak bo'lib, olib chiqib sotyapmiz bo'lmasam. Buni rasxodi qanaqa? Ikkita o'sha 30 talik metanda to'liq zapravka bilan qancha yurib beryapti? Shahar ichida aka real bosim minmasa 380 ga yuradi, 380 atrofida. 380. Ha, bosim minadigan bo'lsa 300 atrofida. Tushunarli. Qancha yurdi bu? 290 ming atrofida. Yurgani endi balki qaytarilgandir sizgacha bilib Ha. bo'lmaydi, to'g'rimi? Egasi konkret javob bergani anaqasi Aha. 290 ming yurgan ekan. Xo'p, Ikkita mana. 90 talik Ha, pakaleni. ikkita 90 talik biza. Aha. 90 talikdan ikkita ekan, 30 talik deb o'ylabman. Yo'q, ikkita 90 talik. Yaxshi. Buni narxini qancha qilib beramiz? Sizni obunachilaringiz aka realni Ha. telefon qilishsa naqd pulga beramiz. 8,5 mingdan ozroq o'tib beraylik. 8,5 ming baland. Bitta gap aytaymi? Aha. 2008. 2008. Pashti bu mashinaga xo'p 20 yil ham to'g'ri, mana 20 yilga yaqinlashib qolibdi bu mashinaga. Shunaqa. To'g'ri, endi haydagansiz, foydalangansiz. Bitta gapda, bitta minadigan. To'g'ri, bu Captiva'larda asosiy voqealiklar yoqtiradi, akalar. Video tomosha qilayotgan bo'lsangiz like bosib yuboringlar. Kerakli odam yetib borsin, 6000 ga yurgizib yuboramizmi? Qo'lda bering. Endi bozor bu. Tayyor turk qo'yilgan mashina. Ko'ran qilingan Tayyor. ekan. O'zi ko'rinib turibdi. Rasxoti yo'q, balonlari mana 4 ta yangidek. Rasxot qilmaydi olgan odam. Endi Korobka yo'qlarigacha almashtirdik. Kraskasi bor. Kraskasi Motor bor, ob'yomi to'g'ri. katta, rasxodi ko'p. Hozir chiqayotgan avtomobillar ekonomishniy bo'lib chiqyapti. Unga talab kamayib ketdi. To'g'ri. Lekin o'ziga yarasha hozir ham har dori bor. Bor. Telefon qilishadi. Arzonroq qilib bersangiz bo'ldi. Xudo xolasa A? arzon. Sizni kanalingizdan chiqsa, Telefon qil. Ismingiz nima? Said Islom Said Islom. Uka o'zingiz Anjandingiz, to'g'rimi? Andijondan. Telefon qilaveringlar. Telefon nomeringizni aytib bersangiz. 91lik Mhm. 878 71 17 nomerlarimiz. Barter bo'lmaydi. Barter ko'ramiz qanaqa mashinasi. Yengil mashinaga barter qilib ko'ramiz. bo'laveradi. Akalar, men kanalimdan chiqsalaring, imkon boricha arzon qilib beradilar, xudo xolasa. Xudo xolasa Kelishib chiroyli berdik qilib, bilan. narx-navolarni. Mani obunachilarni xafa qilmaysiz bo'ldi. Bozor hayoti YouTube kanalidan oldim. Nomeringizni telefon qilaveringlar, keyin biladilar sirasi mani. Sog' bo'ling. Aka charchamayman.